tungi linzalar faqat tunda uyqu vaqtida taqishga mo'ljallangan linzalar hisoblanadi. Hozirgi kunda miopiyani korreksiya qilishni operatsiyasiz samarali zamonaviy metodi hisoblanadi. O'sha uyqu vaqtida bu linzalar o'zini davolovchi effektini ko'rsatadi. Ertalab tongda turib linzalarni yechib qo'yamiz va shuni hisobiga tunga qadar, ya'ni kun davomida yaxshi ko'rib yurishimizni ta'minlab beradi. Minus astigmatizmi bor bolalarda ishlatiladi va minusi o'sib ketayotgan bolalarda juda yaxshi samara beradi. Aynan tungi linzalar bilan shug'ullanuvchi oftalmologga murojaat qilish kerak. Oftalmolog bemorni tekshirib, undagi qarshi ko'rsatmalarni hisobga olib, keyin bu linzalarni tavsiya qiladi. Ko'rsatmalar 6 yoshdan oshgan bolalar va kattalar o'rtasida miopiyaning mavjudligi va dinamikada bu miopiyaning o'sishi hamda ko'zoynak taqish bilan bog'liq bo'lgan noqulayliklar, ya'ni bolalarda har xil psixologik komplekslarning mavjud bo'lishi, kattalarda kun davomida faoliyatlarida ko'zoynaklarning xalaqit berishi. Metod mutlaqo xavfsiz metod hisoblanadi.